o'zing rahmating yog'ib turgan mahal, o'zing amalingda sobit turgan mahal jonimizni oling ya Robbiy. Onajon qutqaring deb har kuni so'raydi. Ketdik. Bunaqangi darajada o'ylab topish mushkul-da, bunaqangi ssenariy. Mana Allohning o'zi qarang ko'rsatib qo'ydi haqiqat. Imom Buxoriy rahimahullohga nima uchun sizga zulm qilgan, noo'rin malomat qilgan va nohaq ayblaganlarni duoibat qilmaysiz deb aytilganda u kishi, chunki payg'ambar alayhissalom Havzi Kavsarda men bilan uchrashguncha sabr qilinglar deganlarda javob bergan ekanlar. Subhanalloh, qarang. Biz ham sabr qilamiz va yo'limizda davom etamiz. Biz bugun Latif Qo'qondamiz. Qalbi ertak, qalbi doston bir ona haqida sizga so'zlaymiz, dalolat qilamiz. Siz ham albatta befarq bo'lmagansizlar. Biz sizni yaxshilikka chorlaymiz, jannatga chorlaymiz. Ko'ring, albatta ko'p ibratni topasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchimsiz? Ehson berib yuborishgan edi. 8 million so'm. Shu berib yuborishdi-da, egalari. Shuni olib olar ekansiz. Yo'q, indashmadi. Shuni berib yuborishdi. Rahmat. Yana sog' bo'lsin. Chekkan ehsonlaringizga qabul bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, uzr bezovta qildim. Navoiyxonada ishlayapmidingiz? Ha, Navoiyxonangiz bor edi sizni. Biz ijtimoiy tarmoqqa rolik ovatdik. Bitta opa bor ekanlar, Navoiyxonada ishlaydigan, faqat hozir Navoiyxonalarda haydab olishibdi. O'shanga siz Navoiyxonangizni syomka qilsak bo'ladimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Siz o'zingiz yopasizmi nonni? Yo'q, bitta yopadi. Sizlar o'g'lim bilan tayyor. Bu joy siz joyingizmi? Yo'qmi? Ha. Yo'q, mahallaga qarashli. Turishimiz kerakmi? Yo'q. Abort fonda yaxshi chiqadi. Opammi, menimcha ishlab turgan navoxonalik binosi bularni keyin yopilib ketgan. bo'ldimi? Bormi hammada? Ha, boshladik. Nargiza opa, uzr endi bir yaringizni yangilaymiz, chunki xalqqa murojaat qilib ko'rsatmasak bo'lmaydi. Ishingiz hal bo'lishi uchun, dalolat qilinishi uchun. Nargiza opa qayerda turasiz? Rishton tumanida yashayman. 3 ta farzandim bor. Ikkitasi o'zimniki, bittasi 2 yil oldin akam ayollari bilan avtohalokatda vafot etishgan. Shuni farzandlarini ham boqib olganman bittasi. Xo'jayinim 3 yil oldin rak kasali bilan vafot etdilar. 2 ta bolam bilan mana shu 3 yildan beri ijara yuraman. O'zim Rishtonda bir navoiyxonada tirikchilik qilib o'sha yerda yotib tirikchilik kechirib yurar edim. Navoiyxonamiz yopilib qoldi. Tirikchiligimiz to'xtab qoldi. Hozirgi kunda kunlik ishga chiqaman. U ham unchalik emas. Yarmini kvartiraga to'layman, yarmini tirikchilik deganda. Nimaga bitta farzandni boqib oldingiz? O'zingiz yolg'iz ona ekansiz, qiynalar ekansiz. Shu holatda bunaqa saxovat qilishingizga nima sabab bo'ldi? Begonani qo'lida qolishini xohlamadim jigarim. O'zimni farzandim deb qo'limda ona deydi. Xo'jayinimni davolatamiz deb o'zimiz uyimiz bor edi. Sotib shu dori darmonlariga ketib qoldi. Baribir saqlab qola olmadik. O'tib qoldi. Yig'lamang, opa, yig'lam. Kichkina qizim ham mazasi yo'q. Hozir zudlik bilan operatsiya deyishyapti doktorlar. 8 million pul topishim kerak.
O'zim kunli ishga chiqaman. Hech qayerdan najot bo'lmayapti. So'rab ko'rmadingizmi? 8 million so'm pulni yaqinlardan. Yo'q, hech kimdan so'ralmayapman. Hozir o'zi hamma o'zi bilan ovora bo'lsa, hammani tirikchiligi o'ziga qil. Kimdan pul so'rayman hozir? O'ri darmonlaring. Allohga duo qilib o'tiribman. Najotkorim faqat Allohdan. Bu narsa degani ham hozir. Birovdan pul so'ragani ham betim chidamayapti. O'zi unaqa nimada katta bo'lmagan. Mujina bo'lganida shunchalik bo'lmasmidi. Shunaqa ekan. Arendaga qancha pul to'laysiz? 300 ming. 300 ming so'm. Bu ham juda sharoiti o'rtacha yaxshi tursa bo'ladi. O'shani ham vaqti kelsa topolmasam, uydan chiqarib haydaganlari ham bo'ldi. Pulini topib berolmadim. Ijara qiynalib ketdim. 3 yildan beri mana shu ahvol. Nechta ijaraga almashdingiz shu vaqtgacha? Bor, bir 10 tacha bor. To'lamaganingizdan chiqarib yuborishdi. Vaqtida to'lolmaganimdan chiqarib yuborishdi. Sharoitimni tushuntirsam ham tushunmadilar. Chunki shuni voyxonada yotaverdim. Shuni voyxonamizni ham bekitib yuborishdi. Ishlari yurish. Shu 3 ta go'dagim. Xudodan so'rab o'tiribman, shu 3 ta go'dagimni rizqini. Biz tashlab ketgan pul bor edi 8 million ehson. Menimcha oldi shu pulni. Sizga berganda sizda shunda 200 ming so'm pul qolyapti qo'lingizda. 200 ming so'mga 3 ta farzand bilan kun kechiryapsiz. Bolalarim yeydigan narsani olib berolmayman. Vaqti kelsa shunaqa zamonlar ham bo'ldi. Shunaqa kunlar ham bo'ldi. Mayli. Xudoga shukr, hammasiga shukr. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Namoz ko'rasiz inshaalloh. Hech narsasi yo'q, uy yo'q, yetim katta qilayotgan ayolning jasoratini inshaalloh ko'rasiz hozir. Mana shu qizimni tuzatib olsam bo'ldi edi. Boshqa hech qanaqa muammoyim bo'lmas. Mana shu 8 million hech qayerdan topilmayapti. Norasida go'dagim. Onajon deganda shunday ezilib ketyapman. Hech qanaqa qo'limdan najot kelmayapti. Ishlab bo'lsa ham berar edim. Alloh mushkullaringizni oson qilsin. Onajon qutqaring deb har kuni so'raydi. Onajon yashashim kerak edi. Yashagim kelyapti. Onajon desa shunday yurak bag'rilarim ezilib ketyapti. Qo'limdan hech nima kelmayapti. Bo'ldi chiqaylik. Opajonga bitta suv beramizmi? Men oyog'imga ushib qolgan o'tirib. Bu joyi bo'ldi. Yakun tofkasini tashqarida qilsak ham bo'ladi. Ana subhanalloh beryapti. Subhanalloh. Ay bolajonim o'zim. Ana
Mana izlar mo'jiza, mana shu joyda mo'jiza sodir bo'ladi. Subhanalloh. Allohga shukur, meni farzandlarim sog'lom. Unaqa qilmang opa. Yaxshi odamlar ko'p, mehribonlar ko'p, opa, unaqa qilmang jonim. Unaqa qilmang jonim. Allah razı bo'lsin, iloyim, Allah razı bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin, opajon, joningiz omon bo'lsin. Ketdik. Iloyim, bergan ehsoningizni, saxovatini, ajrini Xudoyim qo'shqonlar bersin. Allohim hammamizga sog' salomat bo'ling. Biriga eng kamida 10 beraman deganmidi Robbim. Men biz shunchaki sababchimiz xolos. Bu Allohning ishlari azizlar. Shuni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum. Allah sizdan rozi bo'lsin. Shu mardligingizdan Alloh rozi bo'lsin, saxovatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'rqmadingiz, bergani qo'rqmadingiz. Mana shunaqangi himmatni bersin bizga, xalqimizga. Subhanalloh. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qani? Yaxshimisizmi, salomatmisiz? Aytdim-ku, bu ayol beralla dedim-ku. Qo'rqmanglar bo'ladi dedim-ku. Endi qarangda, bu hozirgi kunda noyob bir nima edi, qizil kitobga kirgan hodisami? Bunaqa odamlar qolmaganda. Mana qarang, qancha mo'jiza kerak bo'lsa, mana shunaqangi odamlarning qalbida bor-da. Shuning uchun biz aytamiz-da. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin opamdan. Bugun ertalab shu apparatimni oldida so'ragandim Allohdan. Yo Rab, yo Rab, yo Rab, yo Rabbim Alloh o'zing yetkazgin deb so'ragandim. Subhanalloh. Qani qo'llaringizdan? Mana shu qo'llardan o'pib tashlash kerak edi. Bolani halol mehnat qilib shu yoshda onajonga qarashayotgan mana bu tillo qo'llarda. Men shu qadar hayajondaman. Men bilmayman, ta'riflashga til ojiz. Bu pulni ertalab ehson qilib yigitlarimiz tashlab ketishgan edi. Ichidagini o'qidingizmi? O'qidim. Buni men yozgan edim. Bu ehsonimni xolis niyatda Robbimning roziligini istab sizga va yetim farzandlaringizga berdim. Uni qabul qiling. Shoyatki shu yaxshiligim, ehsonim sabab Alloh mening gunohlarimni afv etsa, mendan va ahlimdan rozi bo'lsa. Ishonamanki birgina ehson sabab dunyolarni obod etsa, qalblarni isloh qilsa bo'ladi. Yaxshilik qo'llardan qo'llarga o'tib to'xtab qolmasligi kerak. Siz ham ana shunday mardlardan, qalbi to'qlardansiz. Bunga ishonchim komil. Va buni isbotini ko'rdik mana. Bu o'zi aslida siz rizqingiz edi. Uni qabul qiling. Toycha o'g'lim, Xudo xolisa endi hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Azizlar, qancha haqiqat bo'lsa, qancha mo'jiza bo'lsa mana bugun ko'rdingiz. Hayotning asli haqiqati ham bor, yo'g'i ham mana shu. Bizdan qoladigan ham mana shu. Yaxshilik. Alloh taolo hammamizni mana shunday yaratdi. Alloh taolo berguvchi va olguvchi. Berdi, sen bergin deyapti. Qiynalganga qo'lingni uzat deyapti. Eng kamida biriga 10 beraman degan va'dasi bormi Robbimni? Mana va'dasiga muvofiq beruvdilar. Shu joyning o'zida mo'jiza sodir bo'ldi. Tushunyapsizmi? Bizning muammolarimiz yechimi kimnidir muammosini yechimida. Xursandmisiz? Bizdan kuzatib borasizmi? Yaxshimi qotgan ishlarimiz? To'g'rimi? Toychog'im mana. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shunaqangi bolalarni bolalaringizga ko'rsating. Bolam, mana bunaqangi haqiqatlarim bor. Qarab, 1 soatgina uxlab, ertalabdan turib azondan onajoningizga mana bunaqangi zuvalalarni olib berib, uni yoyib,
tandirlarda nonlar yopib tirikchilik qilayotgan bolalar ham bor. Maktabga bora olmayotgan, o'qiy olmayotgan, yaxshi kiyim kiy olmayotgan, yaxshi ovqat yey olmayotgan, boshpanasiz, qiyinchilikda, lekin onajonisiga ko'z yoshini ko'rsatmasdan oilani erkagi bo'lib, mard bo'lib turgan bolalar ham bor deb ko'rsating. Bolalarimiz shukr qilib, ibrat olib katta bo'lsinlar azizlar. Bizni videolarimiz, bizni kontentlarimiz xalqimizni qalbiga yaxshilik solish uchun, qalb ko'zini ochishligi uchun azizlar. Biz maynovachilik qilayotganimiz yo'q, safsatalar qilayotganimiz yo'q, bemaza videolar chiqarayotganimiz yo'q. Biz iymon vijdonimizni uyg'otish uchun harakat qilyapmiz. Siz ham shunda xizmatchi bo'ling. Bu videolarni ko'proq ko'rib, ko'rsatib, yaqinlariga yuborib, bu muammolarni hal qilishda qadam tashlang. Shu opamiz uy yo'q bo'la turib, o'zlarining 8 milliondan oshiq qarzlari bo'la turib, yetim farzandlarini katta qilayotgan holatlarda ertalab kelgan g'oyibdan kelgan 8 million pulni qiynalmasdan, hech ikkilanmasdan birinchi yo'llarda chiqqan notanish ayolga shunchaki berib yuborgan, siz bera olmaysizmi? Mana bu yo'llaringiz tirnalib ketgan bo'lsa ajab emas. Mana shu tirnalgani rost bo'lsin. Shuni mahkam ushlang. Bu insof vijdoningiz hali o'lmagandan darak. Mana shuni mahkam ushlang, shu hislarni. Endi uni alanga oldiring. O'sha aslingizga qayting. Qalbingizni tub-tubda uxlab qolgan hislarni topdingizmi? Bu asli haqiqat edi. Biz yo'qotib qo'yganlarimiz edi. Shuni endi mahkam ushlab, uni katta marralarga yo'llantiring. Uchsin u his-tuyg'ularimiz. Bunaqangi darajada o'ylab topish mushkul-da, bunaqangi ssenariy. Mana Allohning o'zi qaring ko'rsatib qo'ydi haqiqatni. Har qancha gapirsa, yig'lasa, ko'rib ta'sirlansa arziydigan ssenariy bu azizlar. Opangizning farzandlarini ham boqib olgan ekansiz-da? Ha, ikkita. Ikkita farzandlar. Ikkita. Bir o'g'il, bir qiz. O'zingiz yolg'iz buni katta qilyapsiz. Yana ikkita farzandingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz jannatda ayolsiz. Inshaalloh siz jannatda ayolsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, inshaalloh ayolsiz siz mendan oldin shoshib jannatga kirmoqchi bo'ladi deganlar siz bo'lasiz inshaalloh. Bundan ortiq qanaqa halollik bo'lishi mumkin? Bundan ortiq qanaqa mardlik bo'lishi mumkin? Bundan ortiq qanaqa jasorat bo'lishi mumkin? Tag'im ham sinib qolmaganingizga rahmat. Qahramon ayollarimiz azizlar, O'zbekning qahramon ayoli mana shu. Latif Qo'qonda bu ayol. Kelib duolarni oling, ziyorat qiling. Xudo xolasa inshaalloh bugun siz haqingizda hamma narsani mana o'zingiz aytib berdingiz. Sizga ko'rsatgan bugun jasoratingiz hamma narsani aytib berdi. Bularning uylari yo'q azizlar. Necha yildan beri uysiz siz? Turmushimdan ajraganimdan buyon Necha yil bo'ldi? 10 yil bo'ldi. 10 yil. Shu bola 2 yoshida, hozir 12 yoshi bo'ldi. O'qishlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Endi Xudo O'rtacha. xolasa o'qiydi. Endi hamma sharoitni qilib beramiz, ishlaymiz bolam. Xo'p? Maza qilib paytda uxlaysiz, o'qiysiz, hamma sharoitni qilib beramiz. Xudo xolasa yordam berib turamiz, otaliqqa olamiz bolajonim. Hamma sharoit bilan. Endi o'qiysiz toychog'im. Asal bolam. Kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Harbiy bo'lasiz. Ilohim bo'ling toychog'im. Xursandmisiz? Xursandman. Kutmaganmidingiz? Jannat insonsiz. Kutmagandim. Kutmagandim. Nima degan bo'lardingiz insonlarga, odamlarga? Yaxshilik qilinglar deyman. Ehson qilinglar deyman. Ehsonni mukofoti ehson. Shunaqa lahzalar bo'ladi. Odam shu lahzada Robbisini oldiga borgisi keladi-da, o'lishga tayyor bo'ladi. Mana hozir shunaqangi lahzalardan bittasi. Men shunaqangi lahzalarda Allohdan so'rayman. Shu o'zing roziliging bo'lib turgan mahal, o'zing rahmating yog'ib turgan mahal, o'zing amalingda sobit turgan mahal jonimizni ol ya Robbi. Chunki xato qilguvchimiz, adashguvchimiz yana bir soatdan keyin, yo bir kundan keyin, yo bir haftadan keyin holimiz ne kechadi bilmaymiz. Shu qadar omonatmiz. Ana shunaqangi go'zal amallarga, go'zal lahzalarga, saodatga sizni taklif qilamiz. Azizlar, aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, yaxshilik atrofida birlashing. Bizga har kuni ehson qiling. Mana bunday qalblarni ziyorati uchun, mana bunday qalblarni qalbi xursandchiligi uchun, o'zingiz dunyo oxiratingiz obod bo'lishligi uchun Robbingizni oldiga yorug' yuz bilan Robbim, mana men keldim. Qo'ldan kelgancha aytganlaringni sobittirdim. O'zing mendan rozimisan deyishlaringiz uchun ehson qiling har kuni azizlar, har kuni ehson qiling. Biz aytsak, aytmasak biz faoliyatdamiz. Tushunyapsizmi? Shart emasda bularni efirga olib chiqib,
bularga shaxsiy karta ochib, shunaqa himmatli bo'lishimiz kerakki, siz har kuni ehson qilganingizdan qo'limizda dastaylar bo'lishi kerak, imkoniyatimiz keng bo'lishi kerak. Darhol borib uy olib berish uchun, darhol tuzatish uchun, darhol o'qitish uchun qo'limizda sharoitimiz ko'proq bo'lishi kerak. Uning uchun siz har kuni ehson qilishingiz kerak. Shuni tushunib yeting. Xuddiki 3 mahal ovqatni siz kimdir aytmasa ham yeysiz-ku. Shunga o'xshab har kuni ehson qilishingiz ham odat tusiga kirishi kerak. Hech bo'lmasa 5000 so'mdan har kuni ehson qilishni odat qiling. Mana bu ishlar yurib ketadi. Yurib ketadi. Buni siz mukofotini, buni natijasini hayotingizda ko'rasiz va oxiratda ko'rasiz. Alloh hamma mana shu gaplarimizga beparvo bo'lmayotganlardan rozi bo'lsin va unaqangi yaxshi insonlarning safini ko'paytirsin. Bir duo qilib qo'ying. Yuragingizdan ayting, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Qilgan ehsoninglardan Alloh rozi bo'lsin. Robbim, Allohim, o'zing bizdan rozi bo'l. Xatolarimiz, nuqsonlarimiz ko'p. Bu amallarimizni benuqson, beriyo qabul et. Shu safda turib yordam qilayotgan, o'zingning roziligingni istab, moli va jonidan Allohim bu yerga sarf qilayotgan, sobit turganlardan o'zing rozi bo'l, gunohlarni kechir, saflarni kengaytir. Ota-onalarimizdan o'zing rozi bo'l. Ular o'tganlar Robbim, joylarini jannatdan qil. Hamma mana shu safda turib ehson qilib xizmat qilayotganlarning ota-onalari bor Allohim. Bu yaxshiliklarni ota-onalar nomlaridan o'zing qabul ayla. Ya Rob, dunyolarimizni, oxiratlarimizni obod et. O'zlarimizga insof va diyonat ber. Qalb ko'zlarimizni och, xatolarimizni o'zlarimiz ko'rsat. Xalqimizni yaxshilik yo'lida birlashtir. Bu da'vatlarni insonlarning qalblariga o'zing yetkaz. O'zing mehribonsan Allohim. Biz bunga munosib emasdik. O'zing bizni tanlading. Bunga bizlar munosib qil ya Robbiy. Fitnachilarga, yomonlarga o'zing kifoya qil Robbim. O'zing bilib turibsan qanchalik ya Robbiy mashaqqatdamiz, lekin o'zingni roziliging istab Alloh hammasiga rozimiz. Chidaymiz. Ya Robbiy, bizlarni bardoshlarimiz bundan ko'p qil. Ixlosimizni ziyoda ayla. Tanajonlarimiz sog' salomat panohingda asra. Yo'llarimizni ochib ber. Uylarimizda bizlarni umid ila Allohim duo qilib kutayotganlar bor. Ulardan ham rozi bo'l Robbim. Ya Rob, yaxshi ko'ramiz. Bir-birlarimizni, do'stlarimizni, aka-ukalarimizni, farzandlarimizni, ahli-ayollarimizni, yaqinlarimizni, xalqimizni yaxshi ko'ramiz. Hammalarini o'zing mag'firat et ya Robbiy. Ya Robbiy, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hammalarimizni munosib ummat qil. U kishining izlaridan borayapmiz. U kishi oxiratda ummatim desinlar. U kishining yuzlariga oxiratda yorug' yuz bilan qarashlikni o'zing nasib ayla. Mehribonim Alloh bu go'zal ishlarning bor bo'lishligiga imkoniyat eshiklarini ochib bergan yurtboshimizdan o'zing rozi bo'l. Yurtimizni tinch qil, xalqimizni boy va badavlat qil, saxiy qil, qalb ko'zini to'q qil. Allohumma salli va sallim baraka. Atoycha o'g'lim. Bu yerda onajoningizga va sizga $2000 pul. To biz uyni hozirlab sizlarga bergunimizcha, xudo xolis kam ko'stiklik ishlab turasizlar bolajonim. Mazza qilib ovqatlang, vaqtda uxlang, vaqtda o'qing. Biz hozir bolalarimizni onajoningiz bilan bog'lab qo'yamiz. Yaxshi joyda o'qishga kirasiz, o'quv kurslarida ingliz tili bo'ladimi, arab tili bo'ladimi, matematika bo'ladi, hammasini xohlaganingizni o'qiysiz, xo'p bolam. Yana nimadir muammo, mushkulot bo'lsa, biz telefonlarimizni tashab ketamiz. Bizga qo'ng'iroq qilib har doim murojaat qiling. Xo'p? Kelishdingmi? Xursandmisiz? Bundan go'zal hayot bo'lishi mumkinmi? Men hayotdan roziman. Alloh bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, unga xayr va saxovat, yaxshilikni qalbi yaxshi ko'rtirib qo'yarkan. Bu Allohni yaxshi ko'rgandan darak. Subhanalloh, buni qarang, bugun o'qidimda shuni to'liqligicha mana qanday bo'lsa shundayligicha o'qib bering, odamlarga ibrat bo'lsin bu. Alloh taolo agar bandaga yaxshilikni iroda qilsa, unga ehson, saxovatni yaxshi ko'rsatib, u amalni sevdirib qo'yadi. Chunki jannat har bir baxil, xasis uchun haromdir. Qachonki Alloh taolo bandaga fathni iroda qilsa, uni belgilagan taqdir qazosiga rozi qilib qo'yadi. Shayx Ahmad Rizvon. Bu meni gaplarim emas. Qarang, biz rozimiz va biz xayr va saxovatni yaxshi ko'ramiz. Qarang, siz ham yaxshi ko'ring va bu yo'lda mashaqqatga rozi bo'ling. Bu Alloh sizni yaxshi ko'rgandan darak bo'lar ekan. Bugun ko'p gaplarni hal ketganimdan keyin afsus,
aytmadim, esimdan chiqdi deyman, chunki har gal shunaqangi joylardan chiqqandan keyin ko'p gaplarim qolib ketganiga amin bo'laman. Lekin sizni ham sabringizni chegarasi bor-da. Chunki chiqarayotgan videolarimizni, o'sha katta videolarimizni tomosha qilmayotganingizdan, o'sha kichkina roliklarni ommalashayotganidan ham buni bilsak bo'ladi. Shu qadar besabr bo'lib qolganmiz. Chunki bizni videolarimizda tanqid bor-da o'zimizga nisbatan. Qalbga yoqmaydigan, insof vijdonimizga yoqmaydigan gaplar bor. Insonning ichidagi man degan bir shaytoniga yoqmaydigan gaplar bor. O'zimizni yaxshilab savalaymiz. Shuning uchun har kim ham ko'ra olmaydi, lekin o'zingizni majbur qilingaysizlar. Keyin rahmat deysiz. Hozir bizga pul olib berib ketishdi bir yigit. Shu pulni o'g'limning qo'liga berdim, ish qilyapti o'g'lim. Aya shuni 100 mingini bering, oxiri 87:00 ga tashab turamiz-da sizlarni. Shu 100 mingini tashab kelaman, hozir nonga chiqqanlar 100 ming olib. Turasiz shu holatda. Ha, O'sha 100 mingini olib bering, o'sha 100 ming deyam dedim. Shu 8 million xolasiga kerak ekan deb pullaring. O'sha ehsonchi bolalarimiz kelganda bir yig'lab yordingiz. Nima hayolingizdan o'tdi? Bekor yig'laganingiz yo'q? O seshanba kunga ana O'zbekiston tumanida Qudosh degan joyda Muruvvat uyi bor-da, bemorlar bor, kasallar. Shularga seshanba kuni kulchanon qilib 360 ta ekan ular. Kulchanon qilib olib bormoqchi bo'lib turdik. Shunga yig'ladim, Xudo yetkazdi deb, shu qarzimni to'lash uchun ehson qilay, Alloh yordam beradi deb shu qilmoqchi edim. Ehson go'zal narsa-da. Mana siz ehsonni nima edi, mazasini totgan ekansiz, bilar ekansiz. Ehson bu shunchaki bir muhtojga bir ikki so'm pul berishmasda. Ehson bu butun hayotimiz ehson. Chunki Alloh bizga har kuni son sanoqsiz ehsonlarni hadya qiladi. Son sanoqsiz. Shunchaki uyqudan uyg'onishimizni o'zi butun borimizni berib yuborishga arziydigan sabab. Ha? Iymonda uyg'ondik. Qo'l oyog'imiz sog' salomat, yaqinlarimiz bor, boshpanamiz bor, ishimiz bor, aqlimiz joyida, o'zimiz hojatxonaga kirib chiqyapmiz. Mana bularni har bittasini, bunda quloqingiz eshitmay qolsin, aytsa, bitta ko'zingiz ko'rmay qolsin, dunyo ko'zingizga tor bo'lib, qorong'u bo'lib qoladi. Boringizni berishga tayyor bo'lasiz. Bularni Alloh sizning poyonda siqib qo'ygan, oyog'ingiz tagiga. Har bittasiga shukr aytish uchun ham, shuni haqqini ado etishlik uchun ham bermaysizmi? Nimani kutyapsiz? O'limni kutyapsizmi? Kelgandan keyin kech bo'ladi. Qabrda har bittasi uchun javob beramiz. Har bittasi uchun javob beriladi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.